Assalomu alaykum aka ukalar. Xudo xolasa bugungi manzilimiz Andijon Buloqboshi bo'ldi. Skromniy darvozamizni o'rnatib oldik. Xudo xolasa o'ta ham chiroyli holatda o'rnashdi joylariga. Akamiz safarda turishib zakaz berishgan edi. Xudo xolasa o'rnatib berdik. Mana chiroyli holatda o'rnashdi aka ukalar. Darvozaning eniga 4 metr, bo'yiga 375. 1 kvadrat metrini 1 million olib o'rnatib berdik. Tepalarini sepka qilib berganmiz. Chiroyli holatda ertaga oldilarini names qiladigan bo'lsa, dam qilib qo'ymaslik uchun sepka qilib berdik. Materiallarni ma'lumot qilib beraman. Stoykalar 10 ga 5 shiviller bo'lgan. Profillarimiz 6 ga 4, 1.7 stena. Listlarimiz 1.8 pilisoviy 2 lik qilib beryapmiz aka ukalar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda chiqdi. Mashina o'tadigan joylari ham shiviller bo'lgan. Zamoklarimiz har doimdek zo'r zamok. Ochilib yopishlari hamma yo'g'i zo'r. Mana akamiz safarda turishib, juda ham chiroyli holatda uylarni bitirishib, xudo xolasa yakunlashyapti. Mana orqa qismidan ko'rinishi darvozamizni. Orqadan ham juda haybatli va chiroyli turibdi. Oddiy va skromniy bo'lib turgan darvozamiz. 1 kvadrat metri 1 milliondan 950 mingdan qilib beryapmiz aka ukalar. O'rtalari sentr zamok bo'lgan. Qoshiq-moshiqlarimiz kattasidan 36-40 liklardan qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa hamma yo'g'i joy-joyda bo'ldi. Eshigimiz 90 sm ochiladi. Darvozamiz o'zi 285 ochiladi. Endi bu narsa olib kirib olib chiqaman degan uchun kattaroq qilib berdik. Zakaz bo'yicha tayyorlanadi. Bizda tayyor darvozalar yo'q aka ukalar. Joylaringni o'lchab 15-20 kun davomida tayyorlab o'rnatib beramiz. Hamma narsa kelishilgandek qo'yiladi. Materiallar dogovordagidek. Qanaqangi material tanlasangiz, o'shanga qarab narx-navosi o'zgargan holatda qilib berilaveradi. Kraskalarimiz xudo xolasa mokr asfalt matli kraska bo'lgan. Kraskalarimizga ham garantiya beramiz. Bexijolat kraskalariga обязательно gruntovkalar urilgan. Eshik darvozamiz tepasi 6 sm ochilmaydi. Devordan ochilgan holatlarni ko'rib tursa, ponni 1 sm dan qolgan holat yo'llaridan. Bunaqangi katta zazor qolib ketmagan. Chunki biz o'rnatishimiz uchun ozgina uruvinga qo'yishimizdan zazor kerak bo'ladi. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasiz aka ukalar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga faqat kelishilgan holda qilib beryapmiz aka ukalar.